Abduvohid aka, haqiqatan Saudiyada odamlar o'g'rilik qilsa yo zino qilsa qo'llar kesilib, boshlar kesiladi deydi. Haqiqatan shunaqami yo yo'qmi? Xo'p, qarang. Mashina sizga qisqacha lo'nd javob berib ketaman. Saudiya Arabistonida biz o'tgan yil adashmasam qadrdondan eshitdi yaqinda. Qanaqadir zino qilishganda qo'li tugul kallasini chopishgan. Internetlarda tarqalib ketdi. Adashmasam shu narsa tarqalib ketdi. Shu darajada shov-shuv bo'lib ketdi bu narsa. Men o'zimiz ham yoshligimizdan aytib kelingan narsa, masalan, ChatGPTga kirsa ham bor deb yozdi. Biz o'zimizdan chiqib gapirganimizda ChatGPTdan so'radik. Sizlar ham o'zi bitta mana masalan, o'ylab kommentariyada bilsangiz yozib keting. Qani nima ekan o'zi bu? Do'stlar, biz hozir imенно ijtimoiy tarmoqlardan so'radik, savollar berdik. Shu narsani bizga chiqarib bergani uchun biz hozir shu narsani aytib o'tyapmiz. Haqiqatan o'zi shu narsa bo'lganmi, bo'lmaganmi? Nima fikr bildirasizlar? Do'stlar, pastda kommentariyada yozib fikrimizni bildirib ketamiz. Bugun biz, ya'ni men Ko'kko'z bola Abduvohid akamning oldiga keldim. Yaxshimisiz? Kayfiyatingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Umra safar narxlari qancha bo'lyapti? Plus minus taraflari, aytiladigan, aytilmaydigan taraflari, ya'ni qanday ma'noda? Ko'p videoda faqat umra safarini yaxshilab chiqadi, zo'r deydi. Podvodniy kamni degan taraf bor-da. Suvni tagida toshlar bo'ladi, videoda aytilmaydi. Bizda esa batafsil ochiqchasiga hozir zo'r savollar beraman. Hech kim bermagan savollar. Chunki kuzatib boringlar, juda ham qiziq bo'ladi. Inshaalloh. Abduvohid aka, birinchi o'rinda mehmonxonalar narxlari, odamlar nima narsadan asosan sizlarga kelib pretenziya qilyapti? Ya'ni qanaqa ma'noda? Tushunmaganidan. Shulardan boshlasak. Chunki masalan, e'tibor qiladigan bo'lsak, videolarda ko'p insonlar faqat yaxshi ketinglar, shunda zo'r bo'ldi, gap bo'lishi mumkin emas deydi-da, suv tagidagi toshlarni aytmaydi. Shu narsani batafsil aytsak maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xo'p, avvalo assalomu alaykum. Bizni ijtimoiy tarmoqda ko'rib turgan hojatlar omon sizlar. Xo'p, qarang, men sizga nimadan boshlashni hayron bo'lib qolyapman, chunki siz aytyapsiz-da, aka hamma ayting, ertaga meni travelchilar tosh bilan olmasmi? Ya nima desam, o'zingiz boshda aytdingiz, video qilishimizdan oldin. Ochiqchasiga gap bo'lishi mumkin emas, aytamiz. Chunki bizda ketayotgan insonlarning bizga pretenziyasi bo'lmasin. Chunki masalan, odamlar bor, nima desam, mehmonxonamiz haramdan qancha joyda joylashgan, Madinadan qancha joyda joylashgan. U desak, bizda noto'g'ri tushunib qolyapti, bu desak ham noto'g'ri tushunib qolyapti. Qarang, men sizga shu narsani batafsil tushuntirsak, shuni aytyapman, nazarda tutib. Ochiq aytaman. Juda ham ko'p firmalar 1,5-2 deydi. Aniq hamma yo'q. Men ochiq aytaman. 2 kilometr Makka mukarramada, Madina hamda 300 metr. Madina hamda 2 mahal taom beramiz. Makka mukarramada 3 mahal milliy taom beramiz. Malakali 50 yoshlar, Centrum Holdings kompaniyasiga ketadiganlar bo'lsa, rasmiy diniy idoralar bergan 50 yoshlar ketadi. Tajribali 50 yoshlar ketadi. Bu yerdagi sayohatlarimiz Arafat tog'i, Muzdalifa, Uhud, Jamorat, Qizildengiz, Hiro g'ori, Qur'on zavodi, Xurmo bog'i, Mino ketishimiz sayohatda 15 dan ziyod. Borini aytyapman. Bundan oshiq hech qo'shganim. Men video ko'rayapman, ertaga men pastdagi nomlarni olib bizga chiqishadi. Reklamani bekorga berganimiz yo'q. To'ppa-to'g'ri. Toshlarimiz chiqsin, bizda umraga ketsin deb reklama beramiz. To'ppa-to'g'ri. O'shuning uchun men ochiq aytyapman. Xohlayman mendan keting, xohlayman boshqa tur filmlardan keting. Lekin haqiqatni eshityapsiz. Bundan oshiq haqiqat bo'lmaydi. Narxlari qanchadan qanchagacha bo'lyapti? Ya'ni do'stlar, hozirgi olayotgan videomiz dekabr oyida 2025-yildagi narxlar. Shu oyda narxlari hozir batafsil aytib o'tadi. Abduvohid akamning o'zi. Qarang, men yurtdoshlarimizni juda ham ko'p aytaman. 750, 850 dollarlik tur paket bo'lmaydi. Mana ochiq aytyapsiz, mana ochiq aytyapman. 850 tur filmi bo'lmaydi. Meni tur filmim ochiq aytaman. Qimmat deyishingiz mumkin, kommentariyada yozishingiz mumkin, boshqa deyishingiz mumkin. 1075 dollar 15-gacha, 15-dan ziyod dekabr oyining oxirlarida 1100 dollar. Yaxshi. 1100 dollar, 1075 dollar deganimiz nima tarafdan endi farq qiladi? 25 dollar masalan. Yo'q, 15-gacha bo'lgan biletlarimiz arzon, 15-dan ziyod 10 dollar, 15 dollar qo'shilib qoldi. Чтобы arzonlik tarafi 25 dollar ertaroq sotilib, shunaqa qilsin degan tarafida. Shunaqa. Shu pulni ichiga nimalar kiradi, odam nima oladi, keyin qayerga boradi.
Shuni ham batafsil aytsangiz. Xo'p, haligini aytib o'tib ketdim. Sayohatdan aytdim, gastitsani aytdim. Yana nima qoldi? Keyin bu yerda stolda bunaqa zo'r narsalarimiz bor. Keyin bu yerga shuni yashirib qo'ygan ekan, shuni naraqqa turibdi. Shularni ham batafsil aytsak. Nimalar bu? Yana biz tomonidan beriladigan Centrum Holders rasmiy o'zini, mana shu formasi, mana shu rangda bo'ladi rasmiysi. O'sha esdan chiqarib qo'ymanglar. Davom ettiraveramiz. Qarang, mana bu bejik beramiz inshaalloh. Bunda Madina Munavvaradagi Makka Mukarramadagi gastitsani ismlari yozilgan va Saudiya nomeri yozilgan. Bu yerda o'zbek nomeri yozilgan. Keyin QR kod Telegramimizga o'tkazsa bo'ladi. Bunimiz nima uchun o'zi QR kod mana shu nega beriladi masalan bizga? Mabodo Saudiya Arabistonida yo'qolib qoladigan bo'lsa, o'zingiz ham borgan ekansiz, bilasiz, o'sha yerda yo'qolib qolish juda ham oson. Men yo'qolib qolganman bir marta. Bejigim yo'q dey. Keyin mehmonxonamizni zo'rg'a nomini eslab shu avtobusda ketganman deydi. Telefonda sim karta ham yo'q, telefon qilishga internet ham yo'q. Lekin do'stlar, mana shu обязательно kerak narsa. To'g'ri, kimdir uyalganidan, kimdir xohlamaganidan, kimdirga yoqmaganidan taqmaydi. Men ham shunaqa qilganman. To'g'risi, yoshligimga borib, to'g'risini aytsam, yoshim 18 da. Mana shunday taqvo olinsa hech narsa qilmaydi. Modadan qolib ketmaysiz, yomon ko'rinmaydi. Prosta shu narsa yo'q bo'lsa, yaxta yo'qolib qolsa hech kim emas. O'zimda kamida bir 2-3 marta bo'lgan narsa shu, to'g'risi. Mana shunday tursa hech narsa bo'lib qolmaydi, do'stlar. Trenddan tushib qolmaysizlar, to'g'ri ma'noda. Shuning uchun taqib yurishga обязательно tavsiya beraman. Qarang, endi so'mkamiz bo'ladi bu. So'mkamiz Saudiya Arabistoniga borganingizdagi Rasulullohning huzurida turganingizdan so'ng nima? Eski kapchkaga kirmaysiz. Dunyo Rasululloh shariatga u joyga qanday hurmat bilan kirish kerak? O'zingiz yaxshi bilasiz. To'g'ri, yurtdoshlarimiz yaxshi biladi. To'g'ri. Kapchkalarimiz solgan holatda, yo bo'lmasa ertaman chiqib ketyapsizlar, kech paytda shu bilan Qur'onni o'qib qaytaman. Inshaalloh Xudoning huzurida bo'laman. Kabaga qarab o'tirsiz ham savob yoziladi. Savob yoziladi. O'shuning uchun lekin nonlarimizni, choylarimizni, bir narsalarni sovib olib kelsa, Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi inshaalloh. Shular gap bo'lishi mumkin emas. Bunimiz nima? Buni nomi nima deyiladi aka? Qarang, bu bo'yinbog' bo'ladi. Bo'yinbog' pastdagi nomerlarga aloqasi. Faqat meni ko'rib ketayotgan bo'lsa, shu narsa. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqsalaringiz, imенно ko'k-ko'z bolaning videosini ko'rib, ya'ni meni videomni ko'rib, mana shu Abdulvohid akamdan sizlarga hadiya. Обязательно. Inshaalloh. Qarang, inshaalloh. O'zim Saudiyaga borganimda, Saudiyada boshqa sayohatlarga chiqqanimda ham ko'rganman, o'zim qiynalganman. Mana shu bo'yinbog'siz qiynalganman. Yani o'zim aytganda keyin mana shu onasini aytsa, mana shu $10 kecha ko'proq gapirib bo'lsa, $10, $5, nech bo'lsa ham kecha yurtdoshlarimiz meni haqqimga duo qilsin. Bo'ldi, menga hech narsa kerak emas. Bu o'sha $1075 ga ham ichiga kirmagan, boshqasiga kirmagan, rasmiy o'zimizdan chiqqan fikrim. Shunday beraylik shu narsani yurtdoshlarimizga degan maqsadda qilgan narsamiz. Buni lekin narxi aeroportlarga borsalaringiz, to'g'ri, bozorda olsalaringiz arzonroq bo'lishi mumkin, lekin vaqt bo'lmaydi, unday bo'ladi, bunday bo'ladi. Shu hadiyani shunday olib qo'ysalaringiz, lekin to'g'risi o'zim ham ishlab, anaqasi kachestasini ko'rdim. Prosta tak nima desam, sovg'a uchun bir martalik emas, kachesasi zo'r. To'g'risi, maqtash emas, to'g'risini ochiqchasiga gapiramiz. O'zim uchun ham masalan keyingi safar boradigan bo'lsam, inshaalloh Centrum Holiday'sga ketaman. O'zim to'g'risini aytadigan bo'lsam, boshqa tur firmada ketganman. Centrum Holiday'sda xabarim bo'lmagan, to'g'risini aytganda. Adashmasam xuddi shu narxga ketganman. Lekin bunaqa sharoit, bunaqa bonuslarni ko'rib, inshaalloh shu Abdulvohid akam orqali bu yil yo inshaalloh keyingi yilga reja qo'ydik. Ota-ona bilan birga. Keyin aka, mehmonxona masalasida, masalan, er-xotin boradi, nima desam, bujonlari bilan qanday bo'ladi? Erkak bilan ayol mahram bilan birga yotiladimi? Shu summaning ichida imенно gostinitsada demoqchiman. Yo отдельныйmi? Qarang, 4 ta ayol, 4 ta erkak joylashuvi bo'ladi. Bog'liq. Siz ota-ona deyapsiz-da, alohida xona bo'lsin desangiz, har bitta kishi boshi uchun $100 depozit bo'ladi. Alohida. Bu to'lovdan tashqari. 2 kishi bo'ladigan bo'lsa. Bo'lmasa, stabilniy shu holatda giddohom bo'lsa, 4 ta ayol, 4 ta erkak bo'ladi. Madinada necha kun? Madinada necha kun? Makkada necha kun qoladi shunda? Madinada inshaalloh. Kecha 1 kunduz Madina ham bo'ladi. Makka Mukarrama esa 11 kecha bo'ladi inshaalloh. Shunda 14 kun bo'lyapti. 14 kun bo'ladi. Qaysi viloyatlardan nima desam, samolyotlar, reyslar yo'lga qo'yilgan? Hop, 5 ta viloyatdan hozirgi paytda reyslar qo'yganmiz. Samarqanddan, Andijondan, Namangandan, Toshkentdan, Farg'onadan reyslarimiz bor. Nechinchi chistolariga? Xo'p, qarang, chistolari xudo xolasa kun oladi. Haftasiga har bitta viloyatdan 4 ta reysimiz bor. 2 tasi Madina Munavvaraga, 2 tasi Makka Jidda shahriga. Shunda masalan qaysi aeroportdan yo qaysi viloyat orqali uchgan ma'qul? Qarang, o'zi imенно komfort taraflama shu taraf. Hammasi yo samolyotlar bir xilmi? Mas Centrum Holders kompaniyasida, Centrum kompaniyasida hammasi uchadi inshaalloh.
Hamma joyda. Hamma viloyatdan. Hamma viloyatda. Nima desam, samolyot Toshkent, Jidda yo Toshkent, Madina qaysi taraflari ma'qul? Misol Qaysi birini yurtdoshlarimizga tavsiya berasiz? qarang, men bu narsaga tavsiya bera olmayman. Chunki yurtdoshlarimiz Madina Munavvaraga borsa ham yaxshi. Birinchi Madinaga kirib olishadi. Jidda shahriga uchsa ham birinchi Madinaga keladi. Chunki Jiddaga tushsa 6 soat baqa yurishadi Madinaga. Madinaga tushsa 1 soatda Madina Munavvaraga kelishadi. Bitta isi bor-da. Nosi. Nosi. Qarang. Nimaga Jiddaga qo'ndingizda 6 soat kuchi bor dedi. Makkaga, Jidda Madinaga bordi. 3 kun ibodatlar qilib bo'ldi, hamma yo'llar tugatib bo'lgandan keyin Makkaga borasiz. To'g'ri? Makkada ibodatlar qildingizda kuchingiz qolmadi unda. Endi yana qaytib Madinaga qaytib kelish kerak. Siz nima qilyapsiz endi? Agar Jidda uchgan bo'lsangiz, Jiddaga kirib borasiz. 1 soatlik yo'l. Abduvohid aka, masalan, to'g'ri, o'zim borganman. O'zim borganim uchun menda tajriba bor-da. To'g'risi, masalan, bizni kuzatib borayotgan insonlarda tajribasi yo'q. Masalan, bu yerda hozir kamzul berilar ekan, nimcha, bejik, keyin mana shunaqa yostiqcha berilar ekan. Bundan tashqari yana nima olish kerak aka? Men masalan hozir o'zim aytganimdan ko'ra o'zingiz aytib, batafsil tushuntirib bersangiz, kiyim to'g'risida to'xtalib o'tsak, nimalar shularni yaxshi bo'lar edi. Erkaklar kirib olsa ehrom. Eng asosiysi ehrom. Ayollarning o'zini ustidagi kiyim. Misol bozorda yangi kiyim oling yo boshqa narsa oling deyishim umuman kerak. Chunki toza bo'lsa bo'ldi. Mashalloh. Shu narsa. Oyoq kiyim tarafdan tapchika. Tapchika. Sochiq, ichki kiyim shularni ham batafsil aytib o'tsak, ochiqchasiga shu qanaqa tushunadigan, tushunmaydigan shu taraflari bor. Batafsil aytsak aka, to'g'risi. Sochiq gastinsada beriladi, lekin sochiq olgan ma'qul. Обязательно. O'zingniki bo'ladi. Ko'proq qo'polroq bo'lsa aytaman, ko'proq ichki kiyim olasiz. Ko'proq. Chunki u yerda issiq, 35-40 gradus issiq. U yer hozir masalan bizda qor yog'yapti, u yerda lekin issiq. Necha gradus hozir bo'lyapti aka masalan? 35-40 gradus issiq bo'lyapti. Yana nima desam, bizga masalan siz orqali boradigan insonlarni yana nima desam, pretenziyalari qaysi tarafdan bo'lyapti? Tushunmaydigan narsalar. Hammasini batafsil aytib o'tdikmi? Aytilmaydigan narsalar qoldimi? Men adashmasam aytib o'tdik. Gap bo'lishi mumkin emas. Abduvohid aka, katta rahmat. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Do'stlar, обязательно inshaalloh billalashib hammamiz borish nasib aylasin. Shu Makka Mukarramaga chiroyli duo qilib qo'yasizlar. Kommentariyada gazini bosib, yaxshi niyat qilib, like, komment, podpiska bosib, fikrimizni bildirib qo'yamiz. Rahmat.